Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Qarshi shahrida yangilik bo'lgan PDR sohasi bo'yicha qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Shahboz akamdan so'raymiz. PDR sohasi o'zi nima aka? PDR sohasi bu avtovakum, ya'ni mashinani detallarini kraska sepmasdan o'zini radnoy holatda qoldirib, pachoq bo'lib qolgan joyini chiqarib berish. Biz shu ishni o'rgatish maqsadida 2 oylik o'quv kursini ochganmiz aka. Qarshida endi yangilik bo'ldi, bunaqa narsa yo'q edi. Kursiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'ting. Kursimiz 2 oydan iborat. 2 oyda biz PDR sohasida mukammal ish o'rgatishga harakat qilamiz. Ya'ni 2 oy ichida sizga to'lovni qilgandan keyin usta bo'lib chiqishadi, to'g'rimi? Biz 2 oy ichida o'rgatishga harakat qilamiz. O'zini qiziqishi va qobiliyatiga qarab usta bo'lib chiqadi. Eng asosiy savolga kelamiz. Aka, kursimizning narxi nechi pul? Kursimizning narxi $1000. Nimaga aynan $1000? $1000 bu katta summa emas. Toshkentga yoki chet elga chiqib bu sohani o'rganib 2000, 3000, boringki $4000 pul sarflab kelgandan ko'ra biz budjetli variant qilib qo'ydik, odamlarga yordam bo'lish maqsadida $1000 ga hayotida kerak bo'ladigan bir hunarni, daromadli hunarni o'rgatib qo'yamiz. Barcha turdagi sharoitlarni ham yaratib qo'ygansiz. Shunday sharoitda instrumentlarni yaratib qo'yganmiz. Hozirda nechta boks bor sizda? Bizda hozir 2 ta xonamiz bor. Bittasi o'zimiz ishlaydigan отдельно kelgan mashinalarga xizmat ko'rsatadigan xona. Bu xonamiz shogirdlarni o'quv kursdan kelgan shogirdlarni o'rgatadigan xonamiz aka. Aka, sizga yana bitta qo'shimcha savol. Sizni kursingizga kelgan bolalar nima asosan o'rganishadi? Bizda faqat PDR sohasi, ya'ni pachoq chiqarish sohani o'zini to'xtab qolmaganmiz. Sifatli polirovka xizmatini ham o'rgatib qo'yamiz. Polirovka u professional polirovka o'rgatiladi. Shunday. Shu sohaning ichida, shu pulning ichida. Shu pulning ichida. PDR sohasi bo'yicha ancha ma'lumotga ega bo'ldinglar deb o'ylayman. Bu videoni nima ish qilsam bo'ladi deb yurgan do'stinglar tezda jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol kursga yozdirib qo'ysanglar bo'ladi.